Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, kanalimiz a'zolari. Momizlar. Bugungi ko'rayotgan raskladimiz bizning aqlimizdagi insonni nima bezovta qilyapti, nima problemalari bor va nima uchun bizadan hozircha sovuq munosabatda yoki bo'lmasa bizdan uzoqlashgan yoki bo'lmasa bizaga bee'tibor degan mavzuda karta ko'rib chiqamiz. Har doimgidek kartaga o'z energiyalaringizni yuborgan holatda karta tanlov qilasiz, birinchi, ikkinchi variant qilib. Men esa menga obuna bo'lgan podpischiklarimga deb ko'raman. O'z energiyalaringizni yuborishda va obuna bo'lishni unutmaysizlar. Birinchi, ikkinchi variant qilib olamiz va nima uchun sizlar bilan hozirda birozgina pauzada turibdi, birozgina bee'tiborroq deb ko'rib chiqamiz. Mana birinchi, ikkinchi variant. Sizlar bu kartalardan xohlagan bittalaringizni tanlashingiz mumkin. Unda biz boshladik. Birinchi variant tanlaganlar nima uchun birozgina o'z qobig'iga o'ralib qolgan bizning aqlimizda inson deb aytib o'tadigan bo'lsak, aqlimizda insonni pul muammosi bor yoki kimdir aldab ketgan yo bo'lmasa kimdir aldab yuribdi. Bu pulini ololmay yurgan, menimcha pulini ololmayapti bu inson, kimdandir qilgan mehnatlarini pulini ololmayapti aqlingizda inson. Yo bo'lmasa o'sha qilgan mehnatiga yarasha haq olmagan inson yoki bo'lmasa o'sha haqni olish nimasida foyda yuribdi bu inson. Asosiy muammosi pul hozirda. Xo'p, dальше yana nima bezovta qilyapti bu insonni hayotida? Nimalarni o'ylayapti? Qarorlarga kela olmayapti, qanaydir pul bo'yicha muammolar bo'lgan yoki menimcha ham shunaqa pul bo'yicha yoki berish kerak bo'lgan joy bor. Bitta emas, bir nechta joyga berish kerak bo'lgan joy bor. Muvozanat saqlay olmayapti. Unisiga bersam, unisiga sarflasam yoki sizgami, yo oilasigami, ya'ni ota-onasigami shunaqa berish kerak bo'lgan, lekin muvozanat saqlay bilmayapti nima qilishni. Xo'p, albatta mana qadriyat 3tasi ham pul bilan muammo bo'lib chiqdi. Bu yerda berish kerak bo'lgan joylari, bu yerda olish kerak bo'lgan joylari. Xullas, bu yerda nima desam, berish kerak bo'lgan joy bor. Lekin beradigan pulni o'zi yo'q. Qarzga kirib qolgan menimcha bu inson yoki o'ziga yarasha, mehnatiga yarasha haqni ola olmayapti, kutib turibdi. Dalshi nima bo'ladi? Dalshi menimcha siz ko'nglingiz olish uchun menimcha sizga rasxod qiladi bu inson. Har qanaqa vaziyatda ham mana bu yerda tarozi chiqdi-ku. Bir ikkilanib turgan joyida, masalan, yo sizga yo boshqasiga, oilasi bo'lsin, yo ishi bo'lsin, boshqa bir nimasi bo'lsin, o'shanga sarflash kerak bo'lgan joy bo'lsa, bu albatta sizga sarmoya kiritadi bu inson. Chunki deyapti, men bu inson yaxshi ko'raman deyapti. Men garchi o'zim qobig'imga o'ralib olgan bo'lsam ham bu inson yaxshi ko'raman. Bu inson ko'nglini olishim kerak, xafa qilmasligim kerak deb turibdi. Qarorlarda borsiz, juda ham qat'iy qarorlarga kelib turibdi. Bu inson faqat va faqat siz ko'nglingizni olishni xohlaydi. Har qanaqa vaziyat bo'lmasin, qiyinchilik bo'lmasin, o'z oilasi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, baribir sizga sarmoya kiritishni rejalashtiryapti. Xo'p, ikkinchi variant tanlaganlarda bilasizmi, o'rtalaringizda menimcha kuchli jang bo'lib o'tgan, vayronagarchiliklar, dilxiraliklar, kelishmovchiliklar, bir-birlaringizga titi-kudi, yomon gaplar aytilgan menimcha. Xo'p, dalshi hozirda nima muammo bo'lyapti bu insonda? Nima sababdan bunaqa bo'lgan bu yerda? Hozir buni ko'rib chiqamiz. Nima sababdan o'z qobig'iga o'ralib olgan bu inson? Nima sababdan janjal kelib chiqdi deb ko'rib chiqamiz. Bu insonni nima qiynayapti hozirgi kunda? Bu insonni hozirgi kunda qarorlar, qandaydir qarorlarga kela olmayotgani qiynayapti bu insonni. Xo'p, yana nima inson? Moliyaviy jihati qanday? Moliyaviy jihatda bu insonda ham pul kelishi kerak bo'lgan joy bor, kutib turibdi. O'ziga yarasha haqini olish kerak bu inson ham kutib turibdi yana. Xo'p, oladi. Tez kunda, tez fursatlarda bu inson yaxshigina pul kelishi bor, o'z haqqini, oyligimi, bu bilmayman, ish maoshimi yo biron yerdan kelishi kerak bo'lgan pulini oladi, albatta keladi. Bu inson bilasizmi, sizlar bilan bo'lgan munosabatni taqdir hukmiga tashlab qo'yibdi.
taqdir hukmi bilan man kutaman, man o'zi vaziyatga qo'yib beraman, vaqtga qo'yib beraman har qanaqa nimani deyapti, vaziyatni deyapti. Kattagina pul kelishi bor va o'shani ham o'ylayapti. Birinchi o'rinda menimcha o'sha pul masalasini o'ylayapti bu inson ham. Bilasizmi, hozirgi kunda har bir insonni muammosi menimcha pul bo'lsa kerak. Chunki hozirda albatta ko'rib turibmiz vaziyat qanaqa, oldi berdilar qanaqa, xullas maoshlar qanaqa, hammasini vaziyatni ko'rib turibmiz-ku. O'sha uchun menimcha hammani qiynayotgan narsa menimcha bu pul hozirgi kunda. Xo'p, dalishi bu insonga kattagina pul keladi. Menimcha sizlar munosabatlaringiz ham o'z iziga tushib ketadi. Juda ham to'kin farovon hayot kelyapti bu insonga. Qilgan mehnatlarini sarmoyasini oladi. Menimcha bu inson bilan siz yarashib ketasiz va baxtli, mamnun, to'kis hayot kechirib ketasiz bu inson bilan. Baxt farovonlikda yashab ketasizlar deb chiqyapti raskladimiz. Menimcha bu rasklad ko'proq ayollarga chiqdi shu safar, chunki vaziyat baribir nima. Yana ham hozirda albatta o'ylovlarda turibdi, ikkilanishlarda turibdi, lekin baribir kelajaklaringiz yaxshi, to'kin sochin hayot kechirishlaringiz ko'rinib turibdi. Mana bu inson ham baribir ming o'ylamasin, ming vaqtga qo'yib bermasin, bu inson sizdan kechib keta olmaydi, sizni yaxshi ko'radi juda ham. Yana xo'p, bu insonni qo'liga katta pul kelishi bor. Hech ham